Ne aka? Charchamayapsiz? Bormisiz? Ko'rinmaysiz? Ya biz endi Tojikistondan keldik. Yulduz opani konsertlariga. Bir kun Mana muxlis deydi, ha? muxlislik qilib. Qaysi qo'shiqlar yoqadi sizga Yulduz opa? Hamma qo'shiqlar. Eng nomeradi. Nomeradi muhabbat. Ha. Tojikcha qo'shiqlari. Kimda xato, Kimda ayib bilmayman. Yodga tushsang yoding dildan qo'ymayman. Savollarimga hech javob topmayman. Seni Yaxshi ko'rar edim muhabbat. Kim u muhabbat? Kim u? Hozir biz birinchi muhabbatni otini so'raymiz. Uylanganmisiz? Uylanganman. Yangam bor. Qo'rqasizmi? Yo'q. Ana kuyde. Ben o'zi ko'rmaydi-yu. To'xtab turing. Bir soch tekshiraylik, oq tushganmi, to'kilganmi? Yo'q, yo'q. Jarayonda ekan azizlar, hali yangam, hali endi mana ish jarayonlarini boshlabdilar yangam. Qo'rqmaysiz-a yangamdan? Instagramdan, ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib boraman. Xo'p, to'xtang. Endi savol, yangamdan qo'rqmasangiz, qayerdan qaytasiz chaqirasiz? Ya juda ham og'ir savol. Boshqa savolga Nima deb chaqirasiz? Salom yo'llamoqchi. Yo, nima deb chaqirasiz? Amaki. Amaki. Ishlagan pulingizni kimga olib berasiz? Eng ishonchli bank bu Ona bank. Ona bank. Aha, tushunarli. Qo'rqmasangiz birinchi muhabbatingizni ayta olasiz. Qo'rqib qo'ya qoling aka. Qo'rqib qo'ya qoling. Qo'ya qolay. Kimga salom yo'layapsiz? Mana O'zbekistondan turib Tojikistonliklarga qani? Butun Tojikiston xalqiga, Tojikiston bapa eshitdik. borayotganlarga hamda volidamga, onajonimga, dadamlarga o'zimni yaxshi ko'rishimni aytib qolaman. Niyat qilganman, Xudo xolasa Tojikistonga taklif qilishga. Qayerga aynan? Xo'jandanmiz. Xo'janga. Xo'jandan. Xudo xolasa azizlar, biz boramiz nasib. Bunchalar zo'rsan.